Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ma'lumotlar tuzilmasi algoritmlari bo'yicha keyingi ma'ruzamiz, ya'ni ikkinchi ma'ruzamiz. Bugungi mavzumiz rekursiv algoritmlar, ularning tahlili, rekursiyaga oid misollar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, rekursiya ma'ruza maqsadi va rejasi, rekursiya haqida tushuncha, rekursiv triada, rekursiv algoritmlar, rekursiyaga oid ba'zi misollarni, amaliy misollarni keltirib o'tib ketamiz. Hop, rekursiya haqida umumiy tushunchani aytib o'tadigan bo'lsak, demak, rekursiya bu takroriy jarayon, ya'ni o'xshash bo'lgan narsalarni, o'xshash bo'lgan takroriy jarayonlarni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan bitta usul, bitta yo'l deb tushunsak bo'ladi. Demak, takroriy jarayon deganda mana misol sifatida aytishimiz mumkin. Mana ko'ryapmiz bitta ramka, tasvir. O'sha tasvirning ichida nusxalangan boshqa nimalar ham nusxalangan boshqa obyektlar ham bor. Va boshqa misol uchun mana ixtiyoriy bitta tasvirni oladigan bo'lsak, o'xshash e'tibor beryapsiz, bitta obyektimiz takroriy qatnashyapti, ya'ni takrorlanyapti. Har takrorlanganda o'zgarish yo'q, deyarli mana shu tasvirning o'zi takrorlanyapti. Demak, e'tibor beramiz, o'sha takroriy jarayonda o'sha narsani o'zi takrorlanishi kerak, ya'ni o'zgarishsiz bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa, rekursiv demak usuldan foydalanish mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, rekursiya o'zi orqali aniqlanuvchi obyekt hisoblanadi. Ya'ni matematikada rekursiya yordamida bir nechta cheksiz to'plamlarni aniqlash mumkin. Masalan, natural sonlar to'plami yoki shunga o'xshagan misollar. Demak, natural sonlarni quyidagicha ifodalash mumkin. Yani natural son bir natural sondan keyin keluvchi son natural son va hokazo. E'tibor beryapmiz, bu yerda ketma-ketlik bor, ya'ni 1, 2, 3, 4 va hokazo har safar birga qo'shilib ketyapti va takroriy jarayon amalga oshyapti. Va faktorial misol sifatida aytsak bo'ladi. Mana bitta misolni ko'rib o'tib ketamiz. Faktorial, ya'ni o'sha 10 bo'ladigan bo'lsa, o'sha qaysidir son bo'ladigan bo'lsa, shu songacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi, ya'ni o'zgacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. N misol uchun, n gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi faktorial. Mana matematik formulasini keltirib o'tadigan bo'lsak, n faktorial teng bo'ladi n ko'paytiruv n minus 1 faktorial. Endi rekursiv triada degan narsamiz bor. Rekursiv triada mana masalalarni rekursiv usulda yechish uchun rekursiv triada deb ataluvchi quyidagi bosqichlar ishlab chiqiladi. Ya'ni maxsus bosqichlar algoritmlari deb aytsak ham bo'ladi. Bu bosqichlar nimalardan iborat? Parametrlarni aniqlash, rekursiya tayanchi, ya'ni va depozitsiya degan narsalarga ajratiladi. Hozir bularni ketma-ket ko'rib qolamiz. Misol sifatida mana manfiy bo'lmagan butun n sonining faktorialini aniqlang. Keling, amaliy bitta misol ko'rib o'tib ketamiz. Demak, nazariy jihatdan bu va bundan keyingi qismlarda amaliy, nazariy jihatdan umumiy rekursiya demak takrorlanish. Qanaqa takrorlanish? Mana amaliy qismda ko'rib o'tib ketamiz. Rekursiya demak o'sha o'xshash bo'lgan jarayonlarni takrorlab beradi. Demak, qaraymiz, misol manfiy bo'lmagan butun n sonining faktorialini aniqlang. Ya'ni o'sha faktorialni hisoblovchi dastur tuzishimiz kerak bitta funksiya sifatida. E'tibor bering. Mana bosqichlar bor, e'tibor bering. Parametrlarni aniqlash, ya'ni n manfiy bo'lmagan butun son aniqlab olishimiz kerak. Dastlab rekursiya tayanchi n teng 0 uchun faktorial 1 ga teng bo'ladi. Demak, oldindan shartni mana shunaqa ko'rinishda berib olamiz va depozitsiya qilish, qismlarga ajratish. Buni amaliy qismimizda ko'rib o'tib ketamiz. E'tibor bering, long faktor deb metod yaratyapmiz, long tipida. Men o'tgan darsda turlarni, tiplarni gaplashgandik, o'rgangandik. O'sha long turida faktor degan metod yaratilyapti, bitta parametrlar, ya'ni int n, bu umumiy o'sha qadamlar soni deb tushunsak bo'ladi. Va bitta shart beryapmiz. Agar n'imiz 0 dan kichkina bo'lsa, return 0 ni qaytaradi. 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 1 ni qaytaradi. Demak, boshqa holatlarda, ya'ni boshqa holati katta holat qoldi. Ya'ni n'imiz 0 dan katta holat. O'zi umuman olganda bitta nima uchun bajarish kerak bo'lgan narsa uchun solishtirganda uchta shart berilishi mumkin odatda. Shundan kichkina bo'lishi, shunga teng bo'lishi yoki katta bo'lishi. Bizda shu narsa 0 bo'lyapti. Endi solishtiryapmiz. Demak, katta demak bo'lgan holatida nimani qaytaradi? Faktor, e'tibor bering, o'ziga o'zi murojaat qilyapti. Faktor. Ya'ni mana shu o'ziga o'zi murojaat qildi degani, bu yerda rekursiv jarayon amalga oshirildi degani. Rekursiv degani mana shu qatordan to'g'ri ketadi. Kompilyator, e'tibor bering, mana shu blokdan chiqib ketmaydi, yana mana shu yerdagi
birinchi qatordagi mana shu nimani metodni ichidagi birinchi qator kodga qaytadan keladi. Misol uchun ko'ramiz, buni faktor n-1 nimaga n-1? Sababi metodni chaqirgandan keyin qavsning ichida qanaqa va nechta parametr bo'lsa, shunga mos narsani qo'shish kerak. n-1 butun bo'lishi kerak. Har safar demak qaytarganida endi 1 ga kamaytirib qaytaryapti. E'tibor bering. Endi 1 ga kamaytirib qaytaryapti. Va bu mana shu n ning qiymati misol uchun 5 bo'ladigan bo'lsa, keyingi safar 4 bo'lib qaytadi, keyingi safar 3 bo'lib qaytadi. Qachongacha, qayergacha qaytadi? Mana 0 dan kichkina yoki 0 ga teng bo'lguncha jarayon amalga oshadi. Va qaytargan paytida ko'paytiruv n deyapti. Ya'ni qaytargan paytida o'sha 1 ga kamaygan qiymatni o'sha n ni o'ziga ko'paytirib natijani qaytaryapti. Qayerga qaytaradi? Bu stekimiz rekursiyamiz demak stek simon xotiradan stek simon ko'rinishda joy ajratiladi va o'sha stekka ma'lumotlarni joylagandek xuddi demak to'plam ko'rinishda ma'lumotlarni saqlab turadi va zarur bo'lgan joyda o'sha shart bajarilishiga qarab turib natijani qaytarib beradi. Ya'ni buni ishlash jarayonini tasavvur qilishimiz kerak. Takroriy jarayonda mana ko'paytirish amalga oshirilyapti va bu qayerdadir xotirada saqlanib turibdi. Bizga aytmayapti. O'zi saqlayapti va shart bajarilgan paytida qaytarib beryapti. Rekursiya ishlash jarayoni mana shunaqa. Demak, e'tibor beramiz. Aytayaptiki, agar protsedura yoki funksiyaning o'zida o'ziga murojaat bo'lsa, bu rekursiv deb aytiladi. Demak, o'ziga o'zi degan o'sha metodni ichida, mana o'sha metodning nomi, ochilish bloki bu yerda, yopilish bloki bu yerda bo'lsa, o'sha blokning ichida metodni o'zi yozilsa, demak bu o'z-o'ziga murojaat bo'ldi, ya'ni rekursiya bo'ldi degani. Maxsus shart yordamida aylanadi, shart bajarilsa to'xtaydi, shungacha demak jarayon amalga oshadi. Demak, rekursiyaga doir Python dasturlashtirishda ko'rib o'tib ketadigan bo'lsak, mana shunday ko'rinishda ishlash mumkin. Mana umumiy deyarli hammasida ishlash prinsipi bir xil. Buni e'tibor bering. Va endi buni void turida ishlab ko'ryapmiz. E'tibor bering. Ya'ni javob qaytarmaydigan metod sifatida ishlab o'zida qoldiradi natijani. Void factorial int n va int fact deyapmiz. Shartni beryapmiz. Nolimiz n'imiz 0 ga teng bo'lsa, factorialimiz 1 degan narsani qabul qiladi. Fakt deganimiz bu yerdagi o'zgaruvchi, mana e'tibor bering. Rekursiya yakunlanadi. Boshqa holatda rekursiya o'zini chaqiradi, o'zidan birni olib, ikkinchi parametr sifatida faktni o'zini qo'yadi. Va hisob-kitob jarayonida e'tibor bering, fakt ko'paytiruv n deyapti. Fakt ko'paytiruv n. Demak, har safar o'sha ko'paytmasini fakt o'ziga yig'ib boradi. Va dasturning zarur qismida mana shu fakt o'zgaruvchini chaqiradigan bo'lsak, mana shu n faktorialni qaytarib beradi bizga. Xo'p. Davom etamiz. Rekursiv algoritmlar, mana e'tibor bering. Ushbu bosqichdagi hisoblashlar holatini eslab qoladi. Ya'ni stek asosan xotira sohasidagi lokal o'zgaruvchilarning yangi to'plamini hosil qiladi, chunki joriy chaqiruvda, ya'ni murojaatda o'zgaruvchini yo'qotib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Mana shuning uchun stek bu chiziqli ma'lumotlar tuzilmasi STL klasslar tarkibiga kiruvchi, ya'ni shablon standard template library klasslar tarkibiga kiruvchi to'plam sinf hisoblanadi, ya'ni shablon to'plam sinf hisoblanadi. Stek bu haqida ma'ruzalarimiz oldinda o'tamiz. Hozircha o'sha demak natijalarini rekursiyamiz natijalarini stek ma'lumotlar to'plamiga, o'sha to'plam deb agar ma'lumotlar to'plamida yuritadigan bo'lsak, ushbu to'plamga qo'yilishini tushunib ketishimiz kerak. Va har bir chaqiruvda yangi xotira sarflanadi va protsedura chaqiruv hamda protseduraga qaytish uchun vaqt yo'qotiladi. Xo'p, rekursiya chuqurligi demak tarkibidagi chaqiruvlar soni yetarli darajada kichik bo'lishi shart. Ya'ni kichik bo'lishi bu jarayonlarni kamaytiradi. Jarayonlar kamayishi bu dasturning tez ishlashi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Katta chuqurlikdagi rekursiyadan foydalanish dasturda uzoq vaqt ishlash va stekning to'lib toshib ketishi, stek xotiraning yetishmovchiligi holati yuz berishi mumkin. Ya'ni ma'lumotlar ko'payib ketgan payt yoki o'sha stekdagi jarayonlar soni ko'payib ketsa, albatta bu xotiraga qayta murojaat qilish orqali xotiradan ko'plab xotirani olib qo'yish mumkin. Umuman kompyuter xotirasidan joy olib qo'yish mumkin ko'p. Shuning uchun ham agar masalan rekursiyasiz ham yetish mumkin bo'ladigan bo'lsa, u holda rekursiyani qo'llash
Aksariyat holatlarda tavsiya qilinmaydi. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Demak, bu o'sha faktorial bo'yicha oddiy ko'rinishda ishlash, ya'ni rekursiyasiz sikl yordamida, takrorlash operatori yordamida ishlanishi. E'tibor bering, mana int turida faktorial metod yaratyapmiz n parametr bilan va i'ni va fakt1 degan o'zgaruvchini integer turida yaratyapmiz. Siklimiz 2 dan boshlab n dan kichkinaga teng bo'lgancha bitta qadam bilan aylanadi va har bir o'sha siklning ichida mana bu faktorial o'ziga ko'paytmalarni hisoblab qoladi va natija sifatida oxirida fakt tipni qaytaradi faktni. Demak, endi bu bo'yicha yana amaliy misol Pythonda ko'rib o'tib ketadigan bo'lsak, xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana demak ishlashi umumiy Fibonacci 5 ni hisoblash sxemasi quyidagi daraxt shaklida tasvirlangan. Ya'ni 5 n deganimizda 5 deb qabul qiladigan bo'lsak, o'sha 5 faktorlarni hisoblash umumiy sxemasi keltirib o'tilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, eng pastdan kelgan fib 1imiz 0imiz 1imiz 1ga 0imiz 0ga teng bo'ladi va Fibonacci 2 ni hisoblash uchun o'sha 1 bilan dastlabki o'zidan oldingi nimani hisoblash kerak bo'ladi. Fibonacci degan sonimiz bilan oldingi o'zidan oldingi ikkita sonning yig'indisi hisoblanadi. Bular Fibonacci son deb aytiladi. O'sha har bir son, demak, undan keyingi keladigan son o'zidan oldingi ikkita sonning yig'indisi bo'ladi. Misol uchun 2 bilan 3 5. 5 bu Fibonacci son deb oladigan bo'lsak, 2 bilan 3 ning yig'indisi. Ya'ni o'zidan oldingi ikkita sonning yig'indisi. Va hokazo, xullas mana shunday ko'rinishda davom etadi. Mana umumiy nazariyani ham berib ketganmiz bu yerda. Va dastur kodini mana. Endi asosiy maqsad bu yerda o'sha rekursiv jarayon qanaqa amalga oshirilishini ko'rib o'tish. Va xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, demak, bunday prosedura rekursiv funksiyaga nisbatan katta, ya'ni enimiz 20 dan katta bo'lgan holatlar uchun bir necha 100 ming marta tez ishlab beradi. Bundan kelib chiqadiki, qayerda rekursiyasiz masala yechimini olish mumkin bo'lsa, rekursiyani qo'llash tavsiya etilmaydi. Lekin aksariyat holatlarda asosan maxsus algoritmlarda o'sha rekursiya degan narsamiz ishlatiladi. Keyingi darslarda bu haqida batafsil to'xtab o'tamiz.